Hozirgi kunda mana aytyapsiz, bulardan savol berildi. Siz o'zingizni farzandlaringizga ravo ko'rasizmi? Lekin siz o'zingiz farzandlaringizga ravo ko'rmayapsiz-ku. Lekin kelajak avlodga o'sha narsani siz ravo ko'ryapsiz. Siz qilayotgan ishingizni yosh avlodchi sizdan kopiya qilib oladi. Kelajakda siz qilgan ishingizni ular ham takrorlaydi. Va ular qilgan ishni ham undan keyingi nimalarimiz takrorlaydi. Bizda juda ham chiroyli avlodlarning farzandimiz biz. Mana shuni biz unutmasligimiz kerak, o'zligimizni unutmasligimiz kerak. Biz va to'g'ri aytdingiz ustoz hozir, bizni nafaqat O'zbekiston kuzatadi, bizni va barcha mamlakatlar kuzatadi. Bizni shunaqa tanishgan, lekin biz hozirgi kunda aytayapmiz, biz shularning avlodimiz. Lekin biz hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqqa kiryapmizda, juda ham saviyasi past kontentlarni ko'ryapmiz. Biz hozir oliy ta'lim tizimida ham men o'zim ham ilmiy rahbarim Nortoji Jumayevich bilan birgalikda media ta'lim metodlari orqali talabalarni kreativ fikrlashga o'rgatish mexanizmlari haqida ilmiy tadqiqot ishimizni olib boryapmiz.